Sünnet bağçısından hislar. Abdülhakim Aydın. Dünyada etiqad nazariyasi, felsefe nazariyasi, kişilik qarash, ijtimoiy qarash va qimmat qarash qatorliq ko'p qatlam, ko'p qutupluq hayot prinsiplari bozor tepayotgan bu davr har bir iqlim kishilarini o'z karvoniga qandoq agishib minishni tanlashga qistamoqda. Bu xil kuchning ta'sirida jamiyatga bir xil turoqsizlik hukmron bo'lmoqda. İnsani qimmatini yo'qotgan, odamiylik va baxtlik hayotni jamiyat, moda iqimi, siyosiy kuch yoki ko'p sonli qo'llagan ko'z qarash bilan o'lchaydigan kishilarda bu xil holatning shakllanishi odatdagi ahvol bo'lsa-mu, o'zini va o'zining hayot qimmatini to'nigan, insoniy fazilat, odamiylikni his qilgan qarindoshlarimizda bu kayfiyatning paydo bo'lishi bizni andishaga solmay qolmaydi. Har bir millat va yoki har bir qavmning mayli haq, mayli botil bo'lsin, o'zi yaxshi ko'radigan, so'yadigan va e'tiborlaydigan shaxslarning bo'lishi tarixiy haqiqat bo'lib ko'zimizga chaliqayotgan bu paytlarda islomiyatning yo'lboshchisi, yetakchisi, qalbimizdagi eng ulug' va suyumli rahbarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning alohida o'rni va fazilati qorong'u kechadagi to'lin oy kabi ozg'unlik va jaholatning qora pardalarini yirtib tashlab, insoniyat dunyosiga yangi hayotlik huzurini ato qilganligi esimizga kelmay qolmaydi. Shahodat kalimasining eng muhim qismini o'z ichiga olgan, sherik bilan iymonning o'ttirisidagi fasil hisoblanadigan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning elchisi ekanligini e'tirof qilish o'z zamonasida qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, bugünkidek islom dunyosi fitna fasod, jidal majra va ichki urush jidallar orasida o'zini yo'qotib qo'yayotgan, haqiqiy dushmanni tashlab qo'yib, o'zaro dushmanlik o'tini chechishayotgan paytlarda texmi muhim ahamiyatga ega. Chunki islom a'zolarining haqiqatga bo'lgan intilishini tartiblash, yo'l belgilarini ko'rsatish, qisqacha qilib aytganda, islom doirasi ichida kengri harakat qilishning yorqin o'lgisi payg'ambarimiz edi. U bizga qisqagina 23 yillik payg'ambarlik hayotida har qanday bir musulmonning hayotida yuz berish ehtimolligi bo'lgan hodisalarga qanday muomala qilishni ko'rsatib qo'yish orqali bizga bir musulmonning islomiyat doirasi ichida qanday yashaydiganligi va qanday yashasa bo'ladiganligining asosini qurib bergan edi. Bu asosga tayangan islom ummati necha 10 asr mobaynida garchi ba'zi nuqsonlar ko'rilgan bo'lsa-mu, izzat va sharaf bilan yashab kelgan va boshqa millatlarga Allohning insonni zaminga yaratishidagi asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan zaminda adolat barpo qilishdan iborat muqaddas vazifani amaliy ko'rsatib bergan edi. Ammo keyingi davrlarda musulmonlar bora-bora dunyoning markazidan va nazaridan tushishga boshladi. Dastlabda kuchlik va qahramon atalgan bu aziz millat a'zolari dunyoning eng xor, eng e'tiborsiz mehmonlarga aylanishga boshladi va hali ham shu holatda davom qilmoqda. Undaqda bu yerdagi asosli xatolik qayerda? Qaysi usul bilan maqsadlarimizga yeta olamiz? Qanday qilishimiz kerak? Bu savollar balkim orzu-armonlarimizga yetishimizga ba'zi javoblarni bera olishi mumkin. Bu o'rinda islom g'oya maqsadlari va uning yo'llaridan biri bo'lgan payg'ambar hayotiga ixcham yaqinlashimiz. G'oyasiz inson dunyoda mavjud bo'lmasi kerak. Hamma kishining o'z o'rni, xizmati va ko'z qarshiga qarta cho'ng-cho'ng maqsadlari, nishonlari bor. Biz musulmonlarning g'oyasi bo'lsa, qisqacha qilib aytganda, dunyo hayotimizni islom bilan o'tkazib, Allohning roziligi va jannatiga erishish va oxirida u ulug' zoti muborakning jamolini ko'rishdir. İslam bilan yashash uchun bor kuchimiz bilan toqat miqdoricha o'zliksiz tirishmoqdamiz yakka holatda. Jamoat va tashkilot sifatida bo'lsa, butun dunyo miqyosida tirishmoqda. Ammo qarab boqadigan bo'lsak, bu ulug' nishonimiz kun sari bizlardan yiroqlashayotgandek, barcha tirishchanliklarimiz bekor bo'layotgandek, garchi Allohning oldida ajri sabit bo'lgan bo'lsa-mu, dunyo musulmonga tor bo'lgan qiyinchilik, besim, kamsitilish, xo'rlanish, hujum, tragediya. Bularning hammasiga musulmonlar yo'liqmoqda. Albatta biz bularni Alloh bergan sinoq deb qarab sabr qilamiz. Lekin kelayotgan bu kulfatlarning kun sayin keskin va ig'irlashishi qalblarimizda ba'zi qora dog'larni paydo qilib, har jihatdan ojizlashishga qarab ilgirlamoqda. Nusrat bizdan shuncha yiroqmi? Qanday qilganda qiyinchiliklardan qutulib aziz bir hayotga erisha olamiz? Bu hozirgi eng nuqtaliq masala bo'lsa kerak. So'zni boshdan boshlaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytgan bu din o'ziga haqiqiy iymon etganlarni hech qachon noumid qo'ygan emas. O'z zamonasida bu dinga qarshi turgan jamiyat hozirgi jamiyatdan ko'p farqlanib ketmaydi.
Ularni bu dinning tarqalishi, din o'g'lonlarining ko'payishi, bu dinning ularning hokimiyati, qimmat qarshi hayot sistemasi, ixcham qilib aytganda hayotiga, avlodlarga ta'sir qilishini aslo yoqtirmaydi. Chunki bu orqali ular erishib kelayotgan huquq, imtiyoz va foyda manfaatlardan ayrilib qoladi. Ammo g'alaba u kunda musulmonlarga nasib bo'ldi. O'xshash ideya, o'xshash vaziyat hukmron bo'lgan ikki jamiyatning erishgan natijalari nima uchun o'xshash bo'lmaydi? U jamiyatda islom nima bilan g'alaba qilib murod maqsadlarga yetdi? Biz nima uchun izzatga erishish tugul qo'limizdagi bor imkoniyatlarimizdan barbara ayrilib xorliq zindonlarga mahbus bo'layotimiz? Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ni 23 yıllık da'vat hayotida bu ummatning avvali va oxirgi bir amaliy ulga, haqiqiy muallim qilib avatdi. U payg'ambar bor kuchi bilan ummatning islohoti va yuksalishi uchun tirishdi, hamda birlik etimda g'alaba qildi. Musulmonlarning boshqalarning har vaqt xuddi burkut to'shqon ovlagandek ovlishidan qo'rqib turayotgan holatdan dunyoga hukmronlik qilgan Rim va Paris imperiyalarini bo'ysundirib, zaminda adolat bayrog'i lapildatgicha ancha uzoq vaqt ketmadi. Chunki ular payg'ambarni haqiqiy ulgi qildi. Hayotini payg'ambarga bag'ishladi. Payg'ambarning hayotini o'rgandi. Hamma amallarda payg'ambarning yo'li, prinsiplarini asos qildi. Uning 23 yillik hayoti butun ummatga mangulik dars bo'ldi. Allohning inoyati bilan g'albi nusrat, shon va shavkat, izzatga erishdi va necha asr davomlashdi. Endi bizga kelaylik. Allah xolisa g'oya maqsadlarimiz ko'z tegmasin nihoyatda esil, nihoyatda ustun sahobalardan qilishmaymiz. Lekin shu g'oyaga yetishning vositasi va jonliq ulgisi bo'lgan payg'ambarimizning hayot programmasi, da'vat usuli, sunnatlari va yo'l yo'riqlaridan foydalanish, uni zamonimizga mos holda tatbiqlash, hayot nishonimizga ulgi qilish nihoyatda kamchil bo'layotdi. Qarindoshlarim, o'ylab beqinglar. Kichikkina bir ustan misol olaylik. Uning taxtay girashlar va bir qancha tal mixtim tutib chiqadiganligi hammalarga ayon. Albatta mushulardan tutib chiqadi. Ammo bu yerdagi masala avval qayerdan boshlaymiz? Qaysi o'rinni qurashtiramiz? Mixni qayerga uramiz? Qachon uramiz? Qanchani uramiz? Ya Alloh, masala dal mushu joyda. Mana bu kichik bir ustalning vujudga chiqishidagi ko'z yumg'ili bo'lmaydigan haqiqat. Mana Allohning elchisi dal qurashtirish ustasi edi. Bizga qaysi o'ringa maqqurish, qayerga urmaslik hammani o'g'itib ketgan edi. Bizga islomni qanday qurashtirishni o'rgatdi. O'g'itib qolmasdan amaliy ko'rsatib ketgan edi. Buningdanmi cho'ng mehribonlik bo'lmasi kerak. Duo qilib qo'llarimiz talmoqda. Ko'z yoshlarimiz daryo kabi oqmoqda. Qalblarimiz islom haqiqati va adolatiga sham kabi ko'ymoqda. Ijobat kechikdi. Nusrat yiroqlashdi. Biz bu xorliqda yana azob chekkan, osmonga Allohning iltifotini kutayotgan holda talpinmoqdamiz. O'zidagi illatni tuzatmaguncha Alloh zillatni ko'tarib o'tmaydi. Bu Allohning va'dasi. Alloh va'diga xiloflik qilmaydi. Bu Qur'onni yozayotganimda ixtiyorsiz ko'zlarim yoshlarga to'ldi. Balkim hurmatli o'qirman, sizning ham to'lgandi. Nimishqa to'lmasin? Azob tortgan ummatimga yig'lamay kimga yig'layman? O'z qarindoshlarining mushaqqat kulfatlariga iymoniy qalb chidab turolmaydi. Bu xuddi payg'ambarimiz aytgandek, mu'minlar bir badanga o'xshaydi. Uningdan biror a'zo og'rib qolsa, boshqalari uyqusizlik va qizish bilan bedor bo'ladi. Qarindoshlarim, hamshirlarim, buyuk nishonimiz uchun sunnatga qaytaylik. Payg'ambar tarixini yaxshi o'rganaylik. Tarix bizga nasihat va vasiyatdir. O'zimizdagi yetarsizliklarni to'liqlab, mukammallashtirib, islomga bir butun kiraylik. Bugun dunyoning bir yerida payg'ambar masxir qilinsa, sukut qilgan. Yana bir yerida islom dafsandi qilinsa, sukut qilgan. Yana bir yerida izzat va sharafga chaqiriq qilinsa, sukut qilgan. O'zidagi illatni tekshirib o'zgartirishga harakat qilmasdan boshqalarga hukm qilgan. Ularni ayiblash orqali qalbga, vijdonga tasalli berayotganlar islomning haqiqatini tushunmasdan o'zini jannatning egalari chaqlab yashayotganlar xolos. Chunki islom izzat va sharafga rozi bo'ladi. Xorliq va nomusga rozi bo'lmaydi. Islom kuch va imtiyozga rozi bo'ladi. Ojizlik va tamaxo'rlikqa rozi bo'lmaydi. Islom sizning butun kuchingiz bilan tirishib, hayotingizni ma'niga ega qilishingizga rozi bo'ladi. Ammo har vaqt boshqalardan umid qilib, ibodatning ma'nosini hayotingizga tatbiqlamasligingizga rozi bo'lmaydi.
İslam sizning ilm bilan qurollanib, islomning izzatini qo'g'dishingizga rozi bo'ladi. Jaholat va ahmoqlikka rozi bo'lmaydi. İzzatni avval o'zimizdan boshlaylik. Ondan bizga islom izzat ato qiladi.